Assalamu alaykum, barliq ustozlar, qarindoshlar. Bugungi bu xayrli bir vaqtda bu yerga jam bo'lganligimiz uchun avval Allohga hamd aytamiz. Men tafsir haqida so'z qilishdan bekrak bu tafsir va Muhammad Yusuf Qarajimning bu endiki meni bir qancha nuqta haqida o'ylashga qistadi. Birisi Uyg'urlarga bir Muhammad Yusuf Qarajim yetamdi degan bir savol keldi. Yani Türklerge en burun İslam'ı ügetken, yani Türk milleti için en burun İslam'ı kabul kılgan, İslam'ı taqatkan, ügetken bir milletten bugün günde 30 milyon etrafında nüfusumuz var devatımız. Muhammed Yusuf Qarajim'e okşaş, izcil bu emgekler şoğullanıp gidivatkan bizim kançilik ehli ölümalarımız var. Yani kolunu kalem tutup eser işlep çıkırvatkan. Biz muşu nüfusunu qarama vaxtımızda ehvalimizden ait yaxşı emasligini ko'ralaymiz. Men Yusuf Qarajimning 86-yili chet elga chiqib, men oldingi kurashga vaqtimda uzun so'g'andim. Bu nimani so'radim desa, 86-yili chiqib, vatandan, ya'ni ona til yildizidan eng uzun ayrilib qolganlarning biri. Ammo Muhammad Yusuf Qarajimning ona tili chet elda tug'an, shuncha uzun tug'an bo'lsa-mu, eserlerinin tercümesi, cümleleri de yaxshi ravanlarga saqlab kelgan. Çünkü Muhammad Yusuf Qarajim izchil, o'zi dedi bana, izchil ana tilda eserlerini yezib turgan, eng muhimi ko'p o'qigan. Men nima uchun bu ana til to'g'ri to'xtalib qolmayman desak, biz vatandaşlıkla sebepli tüpeyirdi medreselerde ana tilga ehemmiyet verilmedi. Yani Uygur dili ügütülmedi. Ama onun her kadar sebepleri buluşu mümkün. Ama bunu bir ictimaiyetlerle, dini ilimlerde asasen maksat ügünüş, ikincisi yetküzüş. Hakikatle ügünüp beş kadar yetküzülmese, üzülen bile gölge etse bir insanların ilmi, vakti bunu ügengenden ne faydası diyen bir sual, tabii soru der. Bu da bugün günde bizden cismani mevcutluğumuz mu, dini mevcutluğumuz mu ve medeniyet mevcutluğumuz mu? Bir katliamı düşkeyken şunda bir vakitte bizge bir yalnız Muhammad Yusuf Qarajimning emgiki yetmeydi. Hem de hazır qarab bakılgan olsak, biz müşinçilik emgiyat kılvatkan bir dini ehli ölümalarımızdan bir onunu sanayamayız. Yani yokulvatkan bir vakitte sanayamayız. Hatta hazır hem de tasavvur kılı oldu bazı derslerde. Vatanda bir dini okuş, dini marifle hazır bütünle imkansız ikenligini hepimiz biliriz. Bu fakat chet eldeki bizning diniy taliblarimizning ustidagi intayin muhim bir vazifa. Mana shunday ahvol ostida hozirgi bizning mayli Turkiyada o'qiganlar, mayli Saudiyada o'qiganlar, mayli Misrda o'qiganlar bo'lsin, shularning o'zida hozirlagan ana til saviyasi, o'zi o'rgangan diniy bilimlarni mayli yoziqda, mayli nutqda kelgusida biz vatanga qaytgan vaqtda shu yerdagi millatimizga, xalqimizga o'rgatishga yetamdi. Muşubeti mansak yetemdi, yetmeydi. Biz vatanga qaytgandan keyin biz inşallah qaytamiz. Yoki biz qaytanmasak qaytalichilik bir ishni qilamiz. Biz chetlardan mushu imkoniyatda Muhammad Yusuf Qarajimga o'xshash ilqi kecha kunduz ishlab intayin ko'p ana tildagi diniy asarlarni g'oyat zo'r o'qigan dengiz oldiga kelishimiz lozim. Kunlarning birida shu echilgan vaqtda darhol etizliklerimizde kuyuduğun suyumuz buluşu lazım. Eğer içilgan vakitte ama ambirimizde hiç neyim yok, bunda bir ahval olup kalsa, o vakitte biz Allah'ım yüzgülenmeyiz. Şu nokta demek ki oğlum mesela hazır. Bayan sözüm kaçtı. Meyli Mısır'da okusun, meyli Türkiye'de okusun. Hazır qarab baksak, biz bu şu jurnalla qarab bileleyimiz. Türkiye'de ilahiyat okuvatkan ballarının içinde mi, anı tıldır, ravan, makale yazalaydıgan, tercüme kılalaydıgan ballarının sanığını oldu. Şu kitap çıkarıvatkan, şu eserlerini tahrirlavatkan bizler yaxşı biliriz. Mesela hazır tılgınılgan Ölümalar jurnali, Merepet jurnali degan muş içki jurnalga, hazır Xudayim Bey'e Uygur'un şu dini zati içki jurnalı var. Muş içki jurnalga eser yazgılı, tapqılı olmay, yazdırgılı olmay, tercüme kıldırgılı olmay, ne kadar cepatat geçtanlığımızı üzümüz biliriz. Halbuki biz dini cihetten, cismani cihetten bir katliamga uçravatkan bir millet. Aslida qancha qorong'u bo'lsa, shuncha yorug'likka intilish lozim.
Halimiz qancha xatarlik bo'lsak, shunchalik tirishishimiz lozim. Halbuki ahvol unday emas. Shu bu nuqtadan qaraganda, hozir chet elda bo'lsa, diniy sohada o'qiyotganlar dinni qanchalik o'rgansa, ana tilini shunda yaxshi o'rganmasa, keyin buni uyunib bo'lgandan keyin bu millatimizga shu ikki narsa qoladigan nutqimiz bilan yetkazamiz yo yeziqimiz bilan yetkazamiz. Hozir bu yeziqimiz bilan hozir deganimga o'xshash bir ambar tayyorlashimiz lozim. Bütün klassik eserlerin tercümesi bizde buluşu lazım. Hemmini tek kılışımız lazım. Nahit yaxşı torbetini kurvetişimiz lazım. Hazır oylayımız okumaydıken de. Ama küllerini burada okuydu. Biz okumaydıken de oylayımız. Biz Allah'ta özümüzün davasını, rastçılık yerlikimizni, muşi emgeklerimizle ispatlayan vakitte anladın ki biz Allah'ın yardımına layık hale getirimiz. Şunca gayet zor bir düşmenge, yani Xitaylığa okşaş bir düşmenge, bizga o'xshash ko'rinishda ojiz ko'ringan bir millatni Alloh dushman qilgan bo'lsa, balki bu bizning sharafimiz bo'lishi mumkin. Bu bizning sharafimiz bo'lishi mumkin. Shu bu nuqtada men demoqchi bo'lganim, kelgusida keladigan bir fursatga nisbatan mushu emgaklarimiz bilan tayyor turishimiz lozim. Agar emgak qilmasak, balki u fursatni kelmasligi mumkin. Chunki men shunday o'ylayman, fursat Allohning tirishgan kishiligiga beradigan bir mukofoti. Tirishmaydigan kishilarga u fursatni kelmaydi. Xotandima daryoga kirgan kishilarga tosh chiqadi. Yo'ldamagan kishilarga tosh chiqmaydi. Va shunimizni qo'lga o'tishdan birini olib, bunda ko'lab baqqanimi kichik bo'lsa tosh chiqadi. Agar biz suv lozim deydiganimiz daryoning qinida turishimiz lozim. Uni qirg'iqimi bo'lmaydi, uy taqim bo'lmaydi. Oxirida men so'zimni oxirlashtiray. Men Yusuf Qarajimning emgaklariga avval Allohdan ko'plab ajr azim ato qilishini tilayman. Yusuf Qarajimning aqliga texmi cho'nqurlik, hayotiga texmi barakat, qalamiga texmi o'tkirlik, tiniga sog'lomlik tilab so'zimni oxirlashtiraman. Hammaga rahmat.